Sen mehnat uchun yaralgansan, lekin sana o'zingni puling yo'q. O'ylik oldingmi? O'zi Svetni pulini berishimiz kerak edi, kecha kelishdi. Gazni ham pulini to'lash kerak, o'zi kam qolgan. Bitta bozor qilish kerak, o'yiga hech yo'q bacham. Rahmat, barakat. Men ketdim bozorga. Opajonim mani, как раз kontraktimni pulini berishim kerak edi. Rahmat. Hech kim yo'qmi? Qizlarga yoqaman juda qattiq. Zap. Maniki emas bu opa, maniki emas. Sen sigaret cheka qo'yma. Maniki emas bu. Akimniki bo'lmasa. Onamniki. Onamniki? O'zi qo'llangni ko'rsataman senga. Ha, onamga aytib beraman. Nimaga uribsan ukangni? Onajon, bu nizmani sigaret chekyapti. Bu sigaret Ukang nimada qilib qo'ysa, ukang emas, sen aybdor bo'lasan. bu chekmaydi bacham mana. Ovqat. Kamronjon, senga masalim qadashib. Mana o'chidim. Oyi, mana o'chidim. To'rayzing ovqat sizga katmata qiz. Shu yetigi budu-da. Yemas ekan bu. Takasalda. Shirin mazali ovqatlarni onang sen uchun emas, ukang uchun pishirib qo'yadi. Asan bechara ukangdan qolgan ostatkalarni yeyaverasan. Shirinmanga qara. Ukangga biror narsa olib ber, kiyim yo'q. 3 kundan beri bir xil kiyimda bo'lib keladi. Rostdanmi onajon? 5 yildan beri yirtiq naski bilan yuribman. Kamida ikkinchisi ham yo'q. Bibing ko'radimi? Bibing ko'radimi naskingni? Qolgan oyligingdan kiyim olib ber ukangga. Men o'yligim bir qolganday o'yligim qolmadi-ku. Opa, taksizni ham fuqsi yo'qmas ekan, siz ham avradan kiyinasizmi? Menga qara, tez kiyimlarni tanladi, sur buyurdim. O'z qasdiga eng qimmat narsalarni tanlayman. Voy Alloh, sen meni tupoy deb o'ylayapsanmi? Aurada kiyimlar sifatli bo'lishiga qaramasdan, narxi unaqa qimmat emas. Qimirlar. Yo'q, opa, bu yerda такой klassik oyoq kiyimlar ham bor ekan, kostyum shimlar ham bor ekan, klassika deysizmi, sportivni deysizmi, hamma kiyimlar bor ekan. O'zi hammasidan bitta olaman. Nima, to'ying bo'lyaptimi? Opa, bittaga aytaymi? U kuni o'qishimga deb pul olgandim-ku. Mana shu obrazni qizcham qilib bergandi. Voy iflos. Iflos undan ko'ra auradan opangga bitta obuv olib ber. Halatta xotin quli. Undan ko'ra onangga bitta kiyim olib ber. Onamga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ha katta bo'lsa bera переделка bepul. Aura oilaviy kiyimlar do'koni. Otangami, onangami, xolangami, bolangami, любой kishiga kiyim topa olasan. Buxoroda ikkita filiali bor, Samarqandda bitta. Opa. Qilmamanga, men seni opangman. Теперь давай танцуй.